Assalomu alaykum barchaga. Men Qoraqalpog'istondan, Qo'ng'irot tumanidan Bahodir Qidirbayevman. Buyrakdagi avruga tez siyugi borib gemoroyga ukol olib ko'p qiynalganman. Bundan yeni Zepor kompaniyasidan dori aldım. Birinchi bosqichni jeb bo'lib, endi ikkinchi bosqichga o'tdim. Yaxshi bari. Pochta orqali o'zi yetkazib beradi. Bunday tabletkasi, bunday maza. O'zi mutaxassislarning o'zi aytadi, qanday qilib foydalanib, qanday qilib qachon foydalanuvdi. Hozir mening gemoroyim ketdi, prostatitim ketdi. Buyrakdagi avru, bel avruvim yo'q esa o'zi fiziskiy жұмысlarni ishlayman. Stroykada yurgan balaman men. Endi erkaklar uchun dedi. Ximik zatlarni sirtindagi yozuvdan o'qib, ximik zat ko'rmadim men. Fermaga men hech bir qatnashim ham yo'q. Ferma men boshqada nemam yo'q. O'zim tavır bo'lgandan keyin sizlarga da tavsiya qilib o'tiribman-da shuni. Apkep o'zi yetkazib beradi. Байланыс telefonlari bor. Men o'zim ishlab o'tirgan yerimga jibergan pochta meni. Shu orqali yetkazib beradi. Bu firmani maqtab o'tirganim yo'q. To'g'ri bo'lgandan keyin sizlarga da tavsiya qilib o'tirman. Rahmet barchangizga.